menga umuman begona bo'lgan odam yozsa, rahmat, men mana yugurishni boshladim, suzishni boshladim. Men gap rahmatda emas. Agar men bitta odamni hayotini o'zgartira oldimmi? Yaxshi tarafga. Men baxtiyorman. Avvalambor odam men o'zim mana shu sport bilan shug'ullanishni boshlaganimda birinchi men ta'sir qila olgan muhit bu meni yaqin oilam bo'ldi. Hozirgi kunda kameraga qarab aytaman, bizlar oilamiz eng katta havaskor sportchilar oilasi. Oilamizda hamma sport bilan shug'ullanadi. Shunaqa. Ayam ham, dadam ham, opalarim, singillarim, pochalarim, ukalarim, jiyanlarim, butun oilamiz biz 20 kishi. Hamma sportda. Даже 2 yoshar o'g'lim bor. Nima qiladi 2 yoshar o'g'lim? Mana 1-yanvar kuni biz hammamiz chiqamiz Yangi yil marafoniga. Botanika bog'ida ertalab soat yuguramiz. 1-yanvarmi? 1-yanvar kuni soat 10. Okay, nima kerak bu? Narsa yeb. Yo'q, undan gap 1-yanvarda emas, undan tashqari O'zbekistonda bo'layotgan hamma ommaviy sport tadbirlarida butun oilamiz bilan qatnashamiz.